Klinker plitkalar haqida ma'lumot beraman. Bu plitkalarning sifatiga kami bir 50-70 yillar garantiya beriladi. Tereza eshik atroflarini esa yonlarini polni traventin toshdan qilgan, arkalar qilib chetdan keladigan sababi narxi o'ynab turadi. Hozirgi kundagi narxi shunaqa 260 ming so'm. Buni zatirka qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Agar anaqa yomg'ir qor tushmaydigan joy bo'lsa, agar zatirka qilmasa ham bemalol turaveradi. Assortiment bor. Polsha, Rossiya, Eron davlatlaridan o'zimizning mahsulotlarimiz. Bir marta qilganingiz bilan bu sizga umrbod qoladi. Ya'ni har 4 yil, 5 yilga uyni obnovit qilib, nima qilib o'tirmaysiz. Assalomu alaykum azizlar. Samarqandda yana bir navbatdagi obyektimizni bugun obzoriga keldik. Ko'rib turganingizdek, bu hovlimizga klinker plitkalar terilgan ustalar tomonidan. Bugun mana shu klinker plitkalarimiz usta haqqi, bunga bo'ladigan xarajatlar haqida to'liq ma'lumot beraman. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bilan podpiskani bosib qo'ysangiz agar, bizlar videoni boshlaymiz. Xo'p, azizlar, bu obyektimizni ko'rib turganingizdek, fasad qismiga klinker plitkalar terilgan. Klinker plitkalar ko'pchilik uyni ko'tarib bo'lgandan keyin fasadini shikaturka qilib qo'yishadi. Shikaturka qilgandan keyin jidki traventin, haligi emulsiya, kraska har xil narsalar qiladi, lekin sizlarga mana shunaqa bugun klinker plitkalar haqida ma'lumot beraman. Bu plitkalarning sifatiga kami bir 50-70 yillar garantiya beriladi. Nimagaki bu kalyonli narsa bo'ladi azizlar. Shuning uchun quyoshga, issiqqa, sovuqqa umuman o'zining sifatini yo'qotmaydi. Xo'p, bu klinker plitkalarimiz mana shunaqa shikaturkali tekis devorlarga kafenliklar bilan yoki germetika mahsulotlari bilan teriladi. Terilib bo'lgandan keyin bitta yuvib qo'ysa agar mana shu bir xil turib beradi. Ko'pchilik fasadni mana shunaqa imindan mana shu plitkani tergandan keyin anaqa shofi zatirka qilinmaydi, chiroyli ko'rinish uchun. Mana ko'rib turganingizdek, bu obyektimizga ham mana shunaqa shoflari zatirka bo'lmagan, где-то 0,5-0,6 krestiklar bilan terilgan va orqasini qora qilib qo'ygan. Bu ham bir o'zgacha vid beryapti. Tereza eshik atroflarini esa yonlarini polni traventin toshdan qilgan, arkalar qilib tiagalarni o'rniga mana shunaqa toshdan ishlatilgan. Bu ham bir o'zgacha ko'rinish vid beryapti. Xo'p, bu plitkamiz mix rangda bo'ladi azizlar. Buning bir xil pozitsiyadagi kamida 5 xil rang bo'ladi. Ichiga ochiqroq, seriroq, korichniyroq, to'qroq ranglar. Shuning uchun mix varianti bu yerga ham bir o'zgacha bir ko'rinish beryapti. Xo'p, plitkamizni narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi bu plitkamizni narxi 1 kvadratda 260 ming so'm. Bu mana bu hozir aprel oyining narxlari. Endi yildan yilga, kundan kunga narxlar o'zgaradi, dollar pasayadi, tushadi. Bu narsa import bo'lganligi, chetdan keladigan sababi narxi o'ynab turadi. Hozirgi kundagi narxi shunaqa 260 ming so'm. Ustalarimiz tomonidan bu plitkalarimiz hozirgi kunda Samarqandning narxini aytaman. Endi boshqa viloyatlarga boshqacha bo'lishi mumkin, lekin Samarqand viloyatiga hozirgi kunda shu 12 dollardan 15 dollargacha 1 kvadrati terilyapti. Xo'p, ko'pchilik plitkani tergandan keyin zatirka qilsak bo'ladimi deydi. Albatta bo'ladi azizlar. Endi bu sizlarning xohishingizga bog'liq. Mana bu ko'rib turganingizdek, plitka terilgandan keyin agar orasida mana bu joylari bo'ladi. Buni zatirka qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Agar anaqa yomg'ir qor tushmaydigan joy bo'lsa, agar zatirka qilmasa ham bemalol turaveradi. Agar ko'cha tomoningizga ko'p yomg'ir qor tushadigan, kelib uradigan bo'lsa, devorga zatirka qilsangiz agar orqadagi klayni anaqa qilmaydi. Ertaga muzlab plitka tushishiga sabab bo'lmaydi. Chiroyli tutib beradi. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana shu obyekt mix variantga terilib, polni traventin toshlar qilgan, juda ham chiroyli ko'rinish bergan. Xo'p, bu plitkamizdan, bu rangidan tashqari bizlarga juda katta assortiment bor. Polsha, Rossiya, Eron davlatlaridan o'zimizning mahsulotlarimiz ham bor. Narxlari esa o'zimizniki 100 ming so'mdan boshlanadi, u yog'i 260 ming so'mda. Assortiment juda katta. Siz ham uyingizni mana shunaqa shikaturka qilib qo'ygan bo'lsangiz agar, keyinchalik nima qilay deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, mana shu plitkalarni sizga maslahat beramiz. Bir marta qilganingiz bilan bu sizga umrbod qoladi. Ya'ni har 4 yil, 5 yilga uyni obnovit qilib, nima qilib o'tirmaysiz, chunki bu plitkalarni bitta karcher bilan yuvib qo'ysangiz top-toza turadi. Yana shunaqa shohona ko'rinishni ta'minlab beradi sizlarga. Xo'p, azizlar, kimga mana shunaqa klinker plitkalarimiz kerak bo'lsa, pastga raqamlar qo'yaman. Shu pastga raqamlar orqali bog'lansangiz bo'ladi. Agar chet davlatlarda bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp'imiz bor. Shu raqamimizga Telegram, WhatsApp orqali bog'lansangiz agar, sizga kataloglarimizni tashlab beramiz. Juda ham turlari ko'p. Mana shu kataloglar orqali siz plitkalarni tanlasangiz agar, biz sizning viloyatingizga ham yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Ustalarni esa Samarqand bo'lsa, Samarqandga juda ustalarimiz ko'p. Mana shu ustalarni ham topib beramiz. Agar boshqa viloyatlar bo'lsa,
o'zlaringizni viloyatlaridan topsalaringiz bo'ladi. Chunki bunaqa kafel teradigan ustalar ham buni bemalol tera oladi. Azizlar, bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki yangidan yangi mana shunaqa imoratlar, qilingan fasadlar, tayyor obyektlarni videolarini bizlar qo'yib boramiz. Sizlardan qo'llab-quvvatlash maqsadiga bitta like bilan podpiskani bosib qo'ysalaringizlar, bizlar uchun bu juda ham xursand bo'lamiz va videoni esa mana shunaqa qurilish fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringiz bo'lsa tashlab qo'ysalaringiz agar mana shunaqa klinker plitkalardan olib terisa juda ham uylari долговечный, chiroyli xizmat qilib beradigan mana shunaqa mahsulotlarimiz bor. Ana shularni sizlarga yetkazib beramiz va tanishlaringiz bo'lsa tanishlaringizga shularni ham yetkazib beramiz. Azizlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, обязательно bitta like ni bosib qo'yish esdan chiqmasin.